Assalomu alaykum. Bugun B7 Fitness klubiga keldik. Assalomu alaykum Nodir aka. Assalomu alaykum. Bugun bir qiziq savol bilan yoningizga keldik. Nega aynan B7 Gym Fitness klubi uchun Matrix trenajyorlarini tanladinglar? Bizning zalimizda Matrix stanoklarini qo'yishimizning birinchi sababi bu stanoklarning hammasi murakkab holatda va har bitta stanokka o'ta mehr bilan ishlov berilgan. Chunki boshqa stanoklarda ishlaganimizda endi men 12 yildan beri trenirovka qilaman, boshqa stanoklardan ishlaganman. Misolimcha yelka holatda ishlasa, o'sha qo'llarga ketib qoladi. Boshqa stanok, boshqa mishsalar ishlab ketib qoladi. O'shaning hisobiga Matrix firmasida ishlatdik. Mana ancha yaxshi. Har bitta ishlagan mishsalarimizni o'zi o'sha holatda o'zi ishlayapti. O'shaning uchun Matrix firmasi qo'yishga qaror qilganmiz. Mana hozir Xudoga shukr hammasi zo'r. Tushunarli. Bu Matrix brendida ostidagi trenajyorlarni boshqa fitness klub ochmoqchi bo'lgan odamlarga ham tavsiya bergan bo'larmidingiz? Albatta. Chunki men o'zim Matrix firmasiga stanoklariga hammasiga 5 baho berganman. Bego'y daroshkasidan tortib har bitta stanoklariga 5 baho beraman. Rahmat kattakon. Charchamang Nodir aka. С Matrix вы выбираете лучшее.